Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugun IDC geometriyani 9-mavzusini boshlaymiz. 9-mavzumiz uchburchak medianasi va uning xossalari. Demak, bu yerda e'tibor bering, uchburchak medianasi nima? Uni oldingi mavzularda ham o'rganganmiz va endi uni xossalari, to'liq yuzalar bilan bog'liq barcha ko'rinishlarni ko'rib chiqamiz hozir. Demak, birinchi bo'lib, yana o'sha dastlabki tushunchadan boshlaymiz. Mana uchburchak chizib oldim. ABC uchburchak bo'lsin mana ABC. Endi bu uchburchakda mediana degani uchburchak uchidan chiqib qarshidagi tomonni teng 2 ga bo'luvchi kesma desak ham bo'ladi. Demak, mana bunaqa chiqsin. Bunda mana bu BC tomoni teng 2 ga bo'lsin. Tasavvur qiling, bu A bo'lsa, A1 deb yozaylik. A1 mediana. Bu B bo'ladigan bo'lsa, taxminan mana shu joy o'rtasi bo'lsa bu tomon mana bunaqa tushiramiz. Bu B, B1. E'tibor bering. Medianalar bitta nuqtada kesishadi. Bu yerda ikkita mediana o'tkazdim. Agar men 3-chisini o'tkazsam ham shu joydan o'tish kerak. Medianalar bitta nuqtada kesishadi va kesishgan joyda 2:1 nisbatda bo'linadi. Ya'ni mana bu kesmani biz A deydigan bo'lsak, mana bu 2A nisbatda bo'linadi. Xuddi shunday buni B deydigan bo'lsak, mana bu 2B. Tushunarli? Medianalar kesishgan nuqtani biz G harfi bilan belgilaymiz yoki G deb o'qisangiz ham bo'ladi. Bu og'irlik markazi deyiladi. Ya'ni uchburchakning og'irlik markazi. Og'irlik markazi nima degani? Uchburchakning hamma massasi bitta mana shu nuqtada to'plangandek tasavvur qilish mumkin. Ya'ni o'sha nuqtadan uchburchakka tayanch qo'yilsa, u muvozanatda turadi degani. Demak, og'irlik markazi G nuqta bu medianalar kesishgan nuqta va medianalar kesishgan nuqtadan mediananing uzunligi 2:1 nisbatda bo'linib qolar ekan. Bu degani nima degani? Buni biz birinchi xossa deb bitta misol ko'rsataman. Masalan, e'tibor bering. Mana bunaqa uchburchak berilgan. Sizga uni medianasini aytayapti-da. Mana buni mediana ekanligini mana bu yerda ko'pincha G harfini yozib qo'yadi, o'shandan bilsangiz bo'ladi. Mana A, mana bu A1. Sizda A1 mediananing uzunligi tasavvur qiling 6 ga teng. Xo'p, bu 6 bo'ladigan bo'lsa, sizdan so'rashi mumkin, mana bu kesma nechiga teng? Mana bu kesma nechiga teng? Mana bunaqa yozib olasiz, qarang. Buni x desa, buni 2x deb yozib olasizda, jamisi 3x bo'ladi. Ya'ni 2x qo'shilgan x bizda 6 ga teng. 3x teng 6 deysizda, x teng 2 chiqadi. Demak, mana bu qismi 2, bu qismi endi o'z-o'zidan 4 ga tengligini bilib olishingiz mumkin. Demak, bu medianani bitta xossasi. Demak, medianalar bitta nuqtada kesishadi va kesishgan nuqtadan 2:1 nisbatda bo'linadi. Xo'p, ana endi medianalar 2:1 nisbatda bo'lingan bo'lsa, yana qanaqa xossalari bor deyish mumkin. E'tibor bering, medianalar shunaqangi xossaga egaki, mana bitta mediana tushirib ko'rsatib ketaman. Mana shu nuqtadan mediana tushirilgan deylik. Bu mediana vazifasi mana shu tomonni teng 2 ga bo'lish. Endi bu teng 2 ga bo'linganligi uchun bizda bu yuza bilan bu yuza teng bo'lib qoladi. Ya'ni mana bu yuzani S deydigan bo'lsak, bu yuza ham S bo'lishi kerak. Biz buni oldin uchburchak yuzi mavzusida tushuntirgan edik. Bular tengligidan, balandlik chunki bitta bo'ladi. Endi ikkinchi medianani o'tkazsam, qarang. Ikkinchi mediana mana bu yerda bu nuqtada G nuqtada kesib o'tadigan bo'lsa, endi bu yuzalar qanday nisbatda bo'ladi? Ikkinchi medianani o'tkazganimizda mana bu S ni o'chirib turaman. Mana bu S'imiz ham bo'laklarga bo'linadi. Mana bu va bu. Biz bu qismlarni yozdik. Masalan, buni A desak, buni 2A deydigan bo'lsak, mana bu S ham shu nisbatda bo'linib qoladi. Ya'ni mana bu S, mana bu 2S. Xuddi shunaqa bu tomonni ham tutashtirib olsam bo'ladi, mediana qilib, e'tibor bering. Buni mediana qilib o'tkazganimizdan keyin mana bu tomon teng bo'laklarga bo'linadi, mana bu ham mediana edi, teng bo'laklarga bo'linadi. Shunda mana bu ikkita esimizni mana bu chiziq yana teng 2 ga bo'ladi. Ya'ni bu holatda bu tomon S, bu tomon S. Mana bu ham S bo'ladi, chunki mana bu uchburchakda bu mediana SS bo'laklarga bo'linadi. Keyin bu yuza bilan bu yuza ham o'z-o'zidan S ga teng bo'lib chiqadi va bizda e'tibor bering, medianalarni uchalasini ham o'tkazganimizda nima hodisa ro'y berar ekan? Shunday hodisa ro'y berar ekanki, ikkinchi xossamizda uchburchakning yuzini teng 6 ta bo'lakka bo'lib qo'yar ekan mediana. Demak, uchburchak yuzasi hozir shu holatda teng 6 ta bo'lakka bo'lindi. Bu misol masalalarda uchburchak yuzini topayotganimizda juda ham kerakli tushuncha, ya'ni medianalar hammasi o'tkazilganda qanaqa nisbatda bo'lishi.
Yana ba'zi bir misollarda mana bunaqa ko'rinishda ham beriladi. E'tibor bering. Xuddi shuni sal boshqacharoq variantini chizamiz. Mana sizga mana shularni median ekanligini aytadi-da. Mana bu qismni olib tashlayman. Mana shu qismni olib tashlaydi-da. Lekin albatta bu G nuqta, ya'ni davom ettirilsa mediana bo'ladi. Bular mediana. Xo'p, sizda mana bu yuzani so'rashi mumkin. Mana bu yuzani savollashish mumkin. Nechaga tengligini. Bunda mana bu uchburchakdan e'tibor olib qarang. Bu mana bu mediana davom ettirilganda 2s bo'lardi. Ya'ni s bo'laklarga. Bu chiziq bo'lmasa, birgalikda qilib bu yuzani nimaga teng deb olar ekanmiz? 2s ga teng deb olamiz. Mana 2s. Agar biz bu yerda medianani mana bu medianani davom etkazsak, s bo'laklarga bo'linadi. Agar u davom ettirilmagan bo'lsa, 2s holatida qoladi. Xuddi shunday sizda agar mana bu qismni olib tashlasa, bu qism ham 2s ga teng bo'ladi. Agar bu qismni olib tashlasa, bu ham 2s bo'ladi. E'tibor bering, qanaqa ko'rishga keldi. Ya'ni biz medianalarni faqat medianalar kesishgan nuqtagacha olib keldikda, davomini chizmadik. Shunda bu yoqda hosil bo'lgan 3 ta uchburchak yuzi ham teng bo'ladi va ular 2s ko'rinishda bo'ladi. Ana endi keyingi tushunchamiz bizda medianalardan uchburchakning yuzini topish so'rab qolinishi mumkin. E'tibor bering. Bizda 3 ta mediana bo'ladi. Mana bu medianani hop M A mediana deb yozaylik. Mana bu medianani M B mediana deb yozaylik. Mana bu medianani esa hop M S mediana deb yozaylik. Mana bular teng. Mana bular teng. Ana endi bizda esingizda bo'lsa, Geron formulasi bor. Uchburchak yuzini topish uchun bu mana bunaqa ko'rinishda edi. Ya'ni yarim perimetr ayrilgan A, yarim perimetr ayrilgan B, yarim perimetr ayrilgan C ko'rinishda edi. Mana bu Geron formulasi edi. Endi o'sha Geron formulasini medianalar orqali topiladigan formulasi ham bor. Uchburchak yuzini, demak, medianalar orqali topganda 4/3 bo'ladi-da. Ildiz ostida xuddi shu narsa, ya'ni bizda M, bu M yarim mediana. Ya'ni MA plus MB plus MC, ya'ni 3 ta medianasining yarmi 2 ga bo'lingani M, xuddi shunday M minus MA, M minus MB, M minus MC ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, ana endi kimdir buni isbot qanaqa bo'ladi deb so'rayotgan bo'lsa, isbot ham unaqa murakkab emas. Mana shu bitta uchburchak topib olish bilan chiqib keladi. Ya'ni masalan, misol uchun bu MA bo'ladigan bo'lsa, bilamiz nisbat bo'yicha bu MA taqsim 2 bo'ladi. Yoki MA taqsim 3 deb yoza qolaylik, chunki to'lig'ini MA olib qo'yganmiz. Mana bu MB bo'ladigan bo'lsa, mana bu qismi 2MB taqsim xo'p 3 holatida bo'ladi. Xuddi shunaqa mana bu uchburchakning yuzini topib olishimiz kerak. Hozir mana bu shu uchburchak yuzini topib olsak, sinuslar teoremasini ishlatsangiz bo'ladi yoki shu holatda mana shu uchburchak yuzini topib oladigan bo'lsangiz, shuni keyin 6 ga ko'paytirib qo'ysangiz chiqib keladi mana bu. Kimgadir shu formulani qayerdan kelib chiqishi isboti qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizga isboti deb yozib qoldirsangiz, mana shuni isbotini ham video qilib qo'yib beramiz. Bu faqat bu emas, hamma yozgan formulalarimizni isboti qiziq bo'ladigan bo'lsa yozib qoldiring, isbotini ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Xo'p, 3 ta formula yozildi. Demak, bizga kerakli bo'lgan ma'lumotlar shular yetadi. Yana bitta ma'lumot bo'lishi mumkin. Uni aytish keyingi o'xshashlik mavzusida ham tushuntirib ketaveramiz. Hozir endi shu mavzu bo'yicha albatta namunaviy misollar ko'rib chiqamiz. Sizlarga yordam beradigan misollar. Xo'p. Xo'p, demak, biz hozir mana bu yerda 13 ta misol tanlab oldik. Ana endi shu 13 ta misoldan hozir 6 tasini yechimini ko'ramiz. Keyin yana qolgan 7 tasini yechimini. Bu yerda e'tibor berib turing. Ikkinchi misoldan boshladik. Ikkinchi misolda S da mediana bo'lsa, x plus 2 bilan 2x minus 4 lar berilgan bo'lsa, x toping deb. Biz mediana nima ekanligini bilamiz. Mediana mana shu tomonni teng bo'laklarga bo'lish kerak. Ya'ni x plus 2 teng bo'lish kerak 2x minus 4 ga, to'g'rimi? Ana endi 2x bu tomonga olib o'tsak minus x qoladi. Bu yoqqa o'tsa minus 6, x teng
6 ekanligini topamiz. Demak, ximiz 6 ga teng ekan. Endi 5-misolda e'tibor bering. Bular uchta mediana ham o'tkazilingan bu uchburchakda. Mana bu y plus 1 bilan 6 teng bo'lishi kerak. Demak, y plus 1 6 ga teng bo'lsa, y 5 ga teng bo'ladi. Ya'ni 5 plus 1 6. Xuddi shunday, mana bu x plus 2 bilan 5 ham teng bo'lishi kerak. Mana 5 bilan x plus 2 teng bo'lsa, x joyiga demak 3 ni qo'yishimiz kerak. Biz x plus 2y topishimiz kerak. X plus 2y degani 3 plus 2 karat 5, ya'ni 13 bo'ladi. Mana javob. Xo'p. Keyin 10-misolda mediana o'tkazilganda, medianani mana kesishgan nuqtasini G deb belgilaydi deb aytdik. O'sha G nuqta medianani 2:1 nisbatda bo'ladi. Ya'ni x plus 3 ni 2 ga ko'paytirsam 3x plus 2 chiqishi kerak. 2 ko'paytirilgan x plus 3 imiz teng 3x plus 2. Asl ochib oladigan bo'lsak, 2x plus 6 barobar 3x plus 2 bo'ladi. 2x bu tomonga olib o'tsak x qoladi, 2 ni qaytarsak 4. Demak, x qiymati 4 ga teng ekan. Buni ham ishladik. Ana endi e'tibor bering, 13-misolda ham sy mediana ham bisektrisa. Bu qanday uchburchakda bo'lar edi? Albatta, to'g'ri burchakda, teng yonli uchburchakda bo'lar edi. Ya'ni teng yonli uchburchak bo'lsa, asosga tushgan mediana, balandlik, bisektrisa bitta bo'ladi. Bu balandlik ham vazifasini bajaradi, chunki bisektrisa bilan mediana bitta ekan. Xo'p, endi bu x ni toping degan shart berilgan. Biz bu 9 bo'lsa, bu ham 9 bo'lishini bilamiz. Mana bu 90 gradus ekanligini aytdim. Nima xossa bo'yicha desa, ham bisektrisa, ham mediana. Demak, bu balandlik ham bo'ladi. Bu teng yonli uchburchakda. Bu 15 bo'lsa, bu 9 bo'lsa, mana bu joyimiz 12 bo'lar edi. Mana 12. Bu 12 dan x 2 barobar katta bo'ladi. Ya'ni necha bo'lar ekan? 24. Chunki 2:1 nisbatda bo'linishi kerak. Tushunarli? Mana bundan bu kesmamiz 2 marta katta bo'ladi. Demak, x ning qiymati bizda hozir 24 ga teng ekan. Keyingi savolga o'tamiz. 15-savol. ABC uchburchak berilgan. Medianalar kesishgan nuqta, ikkita medianasi bir-biriga perpendikulyar bo'lib qolibdi. Bunda biz nima qila olamiz? 16 bilan 12, mana bu SGA to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgani uchun 16 12 bo'lsa, bu gipotenuza 20 ekanligini topib olamiz. Bu medianani davom ettiradigan bo'lsak, e'tibor bering, mana bu qism x taqsim 2 bo'ladi, chunki mana buning yarmi bo'lishi kerak. O'sha x taqsim 2 bu to'g'ri burchakli uchburchakda mediana bo'lganligi uchun gipotenuzani yarmi bo'ladi, ya'ni 10 ga teng bo'ladi. Shunda ximiz nechaga teng bo'lar ekan? 20 ga. Chunki 20 ni 2 ga bo'lsa 10. Xo'p, 21-savolda nima bo'layapti? Bu yerda xuddi hozir 15 da mana bu 13 da ko'rganimizdek ham bisektrisa ekan, ham mediana. Buni albatta davom ettiradigan bo'lsak, bu perpendikulyar ham bo'ladi, ya'ni balandlik ham bo'ladi. Bular teng ekanligidan 36 bo'lsa, 18 ekanligini topishimiz mumkin. Bu 30 bo'lsa, bu 18 bo'lsa, Pifagor teoremasi yordamida mana bu kesmani topib olamiz. Bu kesma xo'p, nimaga teng bo'ladi? Ildiz ostida 30 ni kvadrati minus 18 ni kvadrati. Buni ikkitaga ajratsak bo'ladi. Bir marta ayiramiz, 12 bo'ladi. Qo'shsak 42 bo'ladi. Xo'p, bu 42 ni 6 kara 7 desak bo'lar ekan. Mana buni 6 kara 2 desak bo'lar ekan. 6 chiqadi. Ildiz ostida xo'p 14 qolib ketar ekan. 6 ildiz ostida 14. Ana endi bu 6 ildiz ostida 14 nimaga teng? Bu x bo'ladigan bo'lsa, mana bu x taqsim 2 bo'ladi dedik. Bularni yig'indisi 3x taqsim 2 ni beradi. O'sha teng 6 ildiz ostida 14 ga. Xo'p, 3 bilan 6 ketsa 2 qoladi. X teng 4 ildiz ostida 14. Mana x topdik. Xo'p. Bu misollarni albatta yechimlari namunaviy. Sizlarda qolgan misollar yechimini xuddi shularga qarab ishlashlaringiz mumkin. Ana endi 23 dan davom ettiramiz. Keyingisini. Xo'p, keyingi 6 ta misolimiz. Bu yerda 23-savolda qarang. ABC uchburchak berilgan. ABC uchburchakda A da mediana. Xo'p, bu 8 12, bu 5 5. Sizda mediana uzunligini topish so'raladi. Qarang, mediana uzunligi A tomonga tushgan bo'lsa, agar 1 taqsim 2 ildiz ostida 2 ko'paytirilgan qavsida A kvadrat plus B kvadrat S tomonga tushgan dedik. Minus mana qavs yapamiz, minus S kvadrat. Mana shu formula bilan ishlasa bo'ladi. Buni boyagi formulalarning qatoriga qo'shib qo'yasiz.
Demak, S tomonni tasavvur qiling, mana shunga teng. 10 ga teng. S nechiga teng? 10 ga teng. A nechiga teng? 8 ga teng. B nechi? 12. Xo'p, xuddi shu MC bizda x. O'shani topish kerak. Bir taqsim 2 ildiz ostida 2 ko'paygan. A kvadrat 8 kvadrat bu 64 plus B kvadrat 12 ning kvadrati 144 minus C kvadrat bu 10. 100 bo'ladi. Bu ikkalasini qo'shsak hozir 208, 208 2 qo'ysak 416, 416 dan 100 ayirib tashlasak 316. 1 taqsim 2 ildiz ostida 316. 316 ni xo'p, ko'paytiruvchilarga chiqarsak necha bo'lar ekan? 2 ga bo'lsak 158, 2 ga bo'lsak 79. Demak, 2 chiqib ildiz ostida 79 bo'lib qolar ekan mana. Demak, bizda x nechiga teng desa, ildiz ostida 79 derkanmiz mana. Mana formulani yozib qo'yasiz. Bu istalgan uchburchakda mediana uzunligini topish. 27-misolda e'tibor bering, uchta mediana o'tkazilgan, faqat davom ettirilmagan kesishdan buyog'iga. AC tomon 14 ga teng. Mana bu medianani B ga qismi 12, A ga 10, C ga x. O'shani topishimiz kerak. Xo'p, nima qilamiz? Buni hozir davom ettirsak, mana bu 6 bo'lib qoladi. Buni davom ettirsak, bu 5 bo'lib qoladi. Ana endi bu 14 bo'ladigan bo'lsa, bu yog'i 7 ko'rinishda bo'lib qoladi. Biz x topishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? E'tibor bering. Medianalari ikkitasi aniq bizda. Xo'p, ikkita mediana aniq bo'lganligidan 5, 10, 6, 12 bu medianani bu tomonini davom ettirsak, yo'q, shart emas. Mana bu x o'zini topishimiz kerak ekan. Bu yerda. Demak, bu yerda mana bu yerdan kosinus teoremasini ishlatib olamiz, qarang. Mana bu alfa bo'lsin, bu 180 minus alfa bo'lsin. Demak, x kvadrat teng 7 ning kvadrati 49 plus 36 minus 42 84 kosinus alfa bo'ladi. Bu tomondan 10 ning kvadrati 100 deydigan bo'lsak, xuddi shu 49 plus 36 minus plus bo'lib ketadi bu 84 kosinus alfa. Ikkalasini qo'shib yuboradigan bo'lsak, nima hodisa ro'y beryapti? X kvadrat plus 100 teng bo'lyapti. Xo'p, bizda nimaning kvadrati bo'lyapti? 6 ning kvadrati. Ya'ni 72 bu mana bu ikkalani qo'shsak hozir 85 bo'lsa 170 bo'lyapti. Mana endi x kvadrati teng 70 bo'ladi. X teng ildiz ostida 70. Mana shu formulani ishlatsak bo'ladi. Kosinus teoremasini ishlatib hech qanaqa boshqa formula ishlatganimiz yo'q. Ana endi 30-misolda e'tibor bering. To'g'ri burchakli uchburchak berilgan. Bu B'da medianasi bu 4 ekan, bu yoq demak 8. Bu 3 bo'lsa, bu yoq 6. Demak, bu medianalar to'liq 12 va 9 ga tengligini bilib oldik. Bizda ikkita katetlar medianalari, ya'ni m ning kvadratiga m b ning kvadratini qo'shganimiz bizda 5 taqsim 4 s ning kvadratini beradi degan formula bor. Bu formula ham qayerdan kelib chiqqan desalaringiz, mana buni a taqsim 2, a taqsim 2, b taqsim 2, b taqsim 2 deb Pifagor ishlatib yuborasizlar. Shu formula kelib chiqadi. Ya'ni mana bunaqa a kvadrat taqsim 4 plus b kvadrat bizga 12 ning kvadratini beradi. Xo'p, b kvadrat taqsim 4 plus a kvadrat bizda 9 ning kvadratini beradi. Ana shu ikkalasini qo'shib yuborsangiz, Pifagor ishlatasiz, 5 taqsim 4 s kvadrat kelib chiqadi. Bizda ma 9, mb 12 desak bo'ladi. Ya'ni 9 ning kvadratiga 12 ning kvadrati 225 bo'ladi, barobar 5 taqsim 4 s kvadrat. Hammasini ildiz olsak 15 ko'paygan ildiz olish shart emas ekan. 5 taqsim 4 bo'lsa, bu bilan buni qisqartirib yuboraylik. 45 s kvadrat teng 4 ko'paygan 45. 180 bo'lsa, s teng 6 ildiz ostida 5 ekan. Demak, s ni topdik. Mana bu to'liq uzunlik 6 ildiz ostida 5 ga teng. Medianani davom ettirsam, o'shani yarmi bo'ladi. Ya'ni x taqsim 2 bo'lsa, 3x taqsim 2 miz mana mediana hipotenuzani yarmi bo'ladi. 3 ildiz ostida 5 ga teng bo'ladi. Shular qisqartirib yuboradigan bo'lsa, 2 ildiz ostida 5 kelib chiqar ekan.
Xo'p, x 2/5 ga teng ekan. Bu yerda nima bo'ldi? Qarang. A dan chiqarilgan mediana gipotenuzaning yarmi bo'ladi. Ya'ni gipotenuza 6/5 chiqdi. Mana buni x desak, bu x taqsim 2 ligini bilamiz. Ikkalasini yig'in desa 3x taqsim 2. O'sha 6/5 ni yarmi 3/5. O'sha tenglikdan x topadigan bo'ldik. Topdik. 2/5 ga teng chiqdi mana. Keyingi misol 36-savolda nima bo'lyapti? Bu yerda e'tibor bering. ABC uchburchak berilgan. Bu uchburchakda yuzasi 100 ga teng ekan. Men sizdagi mavzuda tushuntirdim. Mana bu joyi shuni 3 dan 1 bo'ladi. Ya'ni bu 100 bo'ladigan bo'lsa, mana bu qism 100 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Chunki xuddi shunday 3 ta uchburchak yuzi chiqadi. 100 taqsim 300 ni topishimiz uchun nima qilishimiz kerak edi? Balandlik x ni tomonga ko'paytirib 2 ga bo'lishimiz kerak. Ya'ni 20 ni x ga ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. 20 bilan 100 ketsa 5 bo'ladi. X teng 10 taqsim 3 ekanligini topib olamiz. Oddiy. Keyingisi 42 da bilamizki bu yuzalar teng. Ya'ni mana bu medianalar kesishgani hosil bo'lgan 6 ta uchburchak yuzi teng bo'ladi dedim. Bizga ikkitasini bergan. Biz 40 minus x bilan y plus 10 ni bemalol teng deya olamiz. Minus x u tomonga o'tsa x plus y bo'ladi. 10 bu yoqqa o'tsa 30 bo'ladi. Demak bizda x plus y 30 ga teng. Bizdan aynan shuni so'rayapti. Keyingi savol 55. 55-savolda demak bunaqa savol 3-marta ko'ryapmiz. Ham bisektrisa, ham mediana. Demak buni to'liq tushirsam perpendikulyar bo'ladi, balandlik ham bo'ladi. 16 bo'lsa 8 bo'laklarga bo'lingan. Bu 6 bo'lsa 3 bo'ladi. Umumiy hisobda bu 9 ga teng bo'ladi. Ana endi biz yuzini topishimiz kerak, uchburchak yuzini. Uchburchak yuzini topib, keyin mana bu qismini topishimiz kerak. Uchburchak yuzi mana S uchburchak yuzi deb yozyapman. Bu S dan farqli, bu ABC ning yuzi bo'ladi. Bu 9 ko'paygan 16 taqsim 2 bo'ladi. Ya'ni 72 chiqadi. 72 ni bu 3 dan 1 qismi, ya'ni 24 chiqadi. Demak bizga so'ralayotgan narsa 24. Qayerdan kelib chiqdi desa, uchburchak yuzining 3 dan 1 qismi. Mana bu 6 dan 1 qismi bo'ladi. Demak bu tushunarli. Endi 68-misol bu matnli savol. Hozir ham yechimini ko'rsataman. Xo'p, demak 68-misol nimadan iborat ekan? ABC uchburchak berilgan deyapti. AB 3 ga teng, BC 5 ga teng, BM mediana 2 ga teng, bizdan esa ABM mana burchak so'rayapti. Nima qilamiz? Qarang. Bisektrisa uzunligini topish formulasiga ko'ra mana 2 ni qanday topgan bo'lardik? 2 teng bo'lar edi. 1/2 ildiz ostida, keling mana bu tomonni men A deb yozib tura qo'yay. 2 ko'paytirilgan 5 kvadrati bizda 25 plus 3 kvadrati bizda 9 minus A ni kvadrati o'zi yozilardi. Bunda biz buni bu yoqqa ko'paytirib 4 bilan kvadrat ko'tarib yuboradigan bo'lsak, 16 barobar bu 34 2 ko'paysa 68 minus A kvadrat bo'ladi. A kvadrat barobar 68 16 ni ayirib tashlasak 52. A teng 2 ildiz 13. Xo'p, demak buni har bir qiymati ildiz 13 dan ekan. Bu uchburchakda hamma tomon bor, kosinus alfani topamiz. Kosinus alfa teng bu ikkalasini kvadratdan qo'shamiz. 9 plus 4 minus 1 kvadrati ayriladi 13 taqsim 2 ko'paygan A bu 3 kare 2. Hozir mana buni ishlasak bu 0 chiqadi. Kosinus qachon 0? Albatta 90 gradus. Demak bizga so'ralgan burchak 90 gradus ekan. Xo'p, hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Albatta misollarni ko'rib chiqing, yechimlarini va mavzuni yaxshilab ishlab chiqishga harakat qiling. Mabodo nimaki savollaringiz bo'lsa, albatta yozib qoldiring. Biz albatta savollaringizni inobatga olamiz va talab va takliflar bo'lsa ham albatta kutib qolamiz. Hammaga rahmat, omad.